Assalomu alaykum. Obunachilarimiz, guruhimiz a'zolari akili, hozir bittadan like bosib, obuna bo'lishni tezda bosib qo'yinglar, chunki katta turdagi alligator drabilkalarimizda katta chegirmalarni boshlaganmiz akili. Video davomida to'liq ma'lumotlari bilan obzorlanqili yoritib beramiz. Ko'pchilik so'ragan lentalari uzun, hajmi katta variantidan drabilkalarimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yetib keldi. Ko'rib turgan drabilkalaring ho'l quruq somon poyalarida bemalol maydalab chiqazib berish uchun mo'ljallangan. Xo'p, birinchi o'rinda lentalarini ma'lumotidan tanishtirib boshlaymiz. Lentalari ko'rishlaringiz mumkin, juda ham uzun lentalar bilan jihozlangan. Yosh kattalarga ham, kichiklarga ham olib ishlatish tavsiya qilamiz, chunki akalar bular o'ta bezapasni o'z lentasiga solasizlar, bemalol olib ketish xususiyatiga ega akalar. Xo'p, lentalari maslinni yog'lashlatasizlar, anchagina uzoqroq xizmat qilib beradi. Xo'p, pichoqlari ham akalar ko'rishlaringiz mumkin, o'sha splashnoy katta ochinadigan variantidan yarim ochinadigan variantidan bos. Ko'rishlaringiz mumkin, pichoqlari ham polnisi ochiladigan variantidan. Ichidagi pichoqlari akalar pechatli, original pichoq ko'rishlaringiz mumkin akalar. Oldi tomonida ham paftor pichoqlari qo'yilgan. Oldi tomonda ham mana tayyor pichoqlari bor. O'tlayinda, somonlarni juda ham mayda holatga olib kelib, maydalab chiqazib berish uchun mo'ljallangan akalar. Tortib olib kirib beradigan shnek qismlari ham qalin ikkitali shneklar bilan jihozlangan. Yonbosh tomonda o'zining skorslari bo'ladi. Bemalol skorslarni almashtirib turib ishlatishlik mumkin akalar. Sifatlari juda ham zo'r. Ukam motorlari qanaqa motorlardan jihozlangan? Uni kichkina paddelka motordan kelmaganmi degan akalarimizga akalar 6,5 kilovat Rubin motordan qilib foydalanilgan akalar ko'rishlaringiz mumkin. O'zida to'kni ko'rsatib turadigan datchigi bor. Undan tashqari ortiqcha nagruska bo'ladigan bo'lsa, tashaveradigan akalar paplovigacha bor o'zida akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana oldi pichoqlardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Pichoqlari ham ikki qatorli tak tomoniga pichoqlar tayyor terilgan holatda bo'ladi. Bu tomoniga o'tda sig'imi juda ham katta. Oldingi drabilkalarimizga nisbatan akalar ko'proq o't sig'adi. Bu degani ko'proq o'tlarida solib turib bemalol foydalansalar ham bo'laveradi akalar. Xo'p, aytganimda lentalarni bemalol legirovkalar qilib ishlataverasizlar. Narx-navosi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 5,700,000 so'm bo'lish narxlarini qilib beramiz akalar. Like, komment bosib keladigan obunachilarimizga 100,000 so'mdan chegirmalari bor. Oddiy drabilkalarimiz mana mono variantda bo'lardi. Hajmi kichikroq, bunga nisbatan gabariti ham, bo'yi ham, lentasini ham anchagina katta qilib ishlangan. Asli bu drabilkamiz akalar 380 holatda chiqadi. 220 ga moslangan tayyor varianti bo'ladi. Xohlasalar 380 motor qo'yib ham bemalol 380 ga ham foydalansalar ham bo'laveradi. 380 da ham juda ham chiroyli, ixcham holatda ishlab beradi. Narxini aytib o'tib ketamiz. Narxi 5,700,000 so'mga bo'lish narxlarini qilib beramiz. Manzilimiz akalar bu tomon Marg'ilon sentrdan kelish, Marg'ilon hokimiyati to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni. Bundan boshqa drabilka so'raganlarga bundan boshqa drabilkalarimiz ham do'konimizda bor. Kimga qanaqa variantdagi texnikalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib bog'lanaveringlar. Shunaqangi lentali alligator drabilka qidirgan tashlangan jo'natib qo'yishni.